Ra'noxon bilan nanasini oldilari keldi. Qo'llari tegmayapti. Onalar. F86 juda ko'pchilik kelibsizlar, menga yozyapsizlar. Biza ham keldik. Nonosh? Nana qani nana? Ayjon. Voy, Shahna. Assalomu Jonim. Siz charchamay. Ha, zo'r. Voy, mana qizim. Voy, o'rgilib ketdi. Voy, bozorda issiqda nima qilib yuribsiz? Konditsioner olmoqchimiz. Yuringlar. Nana? Dodanikimi? Ana. Doda qani debdi. Dodami? Hamma narsa dodanikida, bizniki. Endi hamma narsa menga tegishli bola. Dodaniki yo'q. Dodaniki debdilar. Dodaniki. Dodaniki. Voy, shu. Azizlarim, assalomu alaykum. Xayrli kun. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Kecha o'sha 4 ta dona joy qoldi yotoqxonaga deb qo'yganimga yozdirilganlar vohimaga tushib qolishgan. Voy, bizanikini olib qo'yuvmidingiz? Qizlarimiz yotoqxonada joysiz qolib ketishmasin deb vohimaga tushib yozyapsizlar, telefon qilyapsizlar. Qaranglar. Kim agar ro'yxatga olinayotganda kizmisim to'lab, keyin ism familiyasini yozgan bo'lsa, biz olib qo'yganmiz joy. Undan xavotir olmanglar. Kim to'lov qilmasdan prosta ism familiyasini yozib, menga yotoqxona kerak degan bo'lsa, biz ro'yxatga olmaganmiz. Ya'ni kizmisim kamida to'lov qilinadi. Ana undan keyin ro'yxatga olamiz. U kizmisim pulinglar shu to'lov ichiga kirib ketadi. Ya'ni kelganingizda qiladigan to'lovinglarni chekiradi. Shunchaki 200 ming so'm bu как доверие kelib aniq o'qishingizga bosqichida. Hamma narsaga o'qitishgan. Hattoki karateda 1 yil o'qib 10 ta kata yodlaganman. O'sha payt kata deylardi. Endi hozir ham deyilsa kerak. Katalarni yodlaganman, sariq belbog' olganman, qizil belbog' ham olganman. Qaranglar, hamma narsada o'qib chiqqan ekanman. O'sha narsa esimga tushdi-da. Qizlarimizni o'qitishimiz kerak. Shart va zarur deb bilaman. Sababi ona bo'lsa farzandi ham aqlli bo'ladi. O'shaning uchun ko'proq investitsiyani-chi qizlarga sarflash kerak. Aslida erkak emasda, o'g'il bola emasda, qiz bola nasl toshuvchi bo'lar ekan. Xolavachchalar bilan farzandi turmush qurish mumkin emas ekan. O'zi umuman qarindoshlar birga turmush qurish mumkin emas, lekin xolavachchalarning geni, qoni yaqin bo'lar ekan, qaranglar. O'shaning uchun qiz bola nasl toshuvchi, qiz bolaga ko'proq investitsiya qilinglar. Hozir o'sha ota-ona olib kelishdi, farzandlarini yotoqxonaga joylashtiramiz deb 14-iyundan kelib joylashamiz deyishdi. 15-iyundan bo'lsa, уже darslarimiz boshlanadi. 0dan boshlangan 2 oylik kursimizga start beramiz. Men nomer ham qoldiraman. Yozdirilib olinglar. Keyin mendan xafa bo'lmanglar, chunki kam joylar qoldi-da. Hammaga omad. Ana endi sekin uyga qarab yo'l olaman. Istoriyamni davomini ko'rsanglar, nimalar qilayotganimni, qayerga borganimni ko'rsataman. Mana o'quvchilarimiz o'sha ketishyapti. Shunaqa azizlarim, sizlar nimalarda o'qigansizlar, kasbinglar nima, yozinglar, gaplashamiz. O'quvchilarimizga shim bichishni ko'rsatdim. Hozir bir chetdan bichishyapti hammaliga. Men bu yerda sizlardan kelgan SMSlarni o'qib o'tiribman-da. Qaranglar, suv choy, issiq kunda faqat o'zbekcha. Mana ichib o'tirman, yaxshi ko'raman suv choy. Aytgancha yengillik, mana ko'rasizlarmi qizillar? Qizil zilyonka, o'rtancha qizim suv chechak bo'lib qoldi kecha. Assalomu alaykum deb chiqib ketdi o'zi ham. Yo, yaxshi, sig'i chiqmadi, o'zi yaxshi o'tqizyapti. Faqat qichishyapti, zadak berib turibman. Kuniga bir mahal kechki payt 15 tomchi berdim, yetarli menimcha. Chunki yaxshi uxlatdi kechqurun. Shunaqa suv chechak bo'lib qoldi. Karantin uyda o'tiribdi. Shunaqa. Endi nima demoqchi edim? Direktga kelgan SMSlarni o'qiyapman. Nima desam, menga yozyapsizlar-da. Nima, nech pul, qanaqa deb menga yozsanglar, baribir kimgadir javob beraman, kimgadir javob bera olmay qolaman. Nomer qoldiraman, shularga aloqaga chiqasizlar. To'g'ringga ishongan. Mas sezgi. Sezgi. U hammada ham bo'lmaydi-da. Chevarlarda, o'sha ko'proq o'zini ustida ishlaganlarda bo'ladi. Yangi o'rganayotganlarga men hech qachon o'zingizlarni tuyg'ularga ana ishoninglar, o'shanga tayaninglar demayman.
sizlarga ko'p aytaman. Yangi o'rganayotgan nima deyapti? Qanaqa ichki tuyg'u deydi. Sizlarda u narsa bor. O'zingga o'zing gapirsan, ana sheriklarni o'zingizga o'zingiz gapirasiz. O'zing bilan o'zing maslahatlashasiz. Menga aytadi. Hayolingizda deydi, bichasizda deydi. Bichib bo'lguncha rostdan bichaman. Shunda ham bichib tikib kiyaman, o'sha kiymoqchi bo'lgan narsamni. Ayniqsa material olib qo'yib ertaga yo indinga bichaman deydi-ku. O'shanaqa vaqt ko'ring. Shu safar mana bitgan patkroy qilsangiz, bu yog'ini ham cho'zib turib patkroyni ular ketsangiz bo'ladi. Mana bittachi qichitash yorsan. O'sha Atselda patkroylarni. Dars o'tib bo'lib, endi mana uyga qarab yo'l oldim. Xudo xolisa uyda ham ishlar ko'p. Bir ikkita narsalar olishimiz kerak, adasi bilan ko'chaga chiqamiz. Aytgancha, hozir ham qizlarini ota-onalari olib kelishdi-da. 14 yoshli qizni ota-onalari olib kelganlarida to'g'risini aytaman, bolaligim esimga tushdi. Adajonim bilan jonim shunaqa qo'limdan yetaklab o'sha ustozlarga olib borishardi-da. Fortepianoga 4 yoshimda olib borishgan. Undan keyin nima desam, raqsga olib borishgan. Juda ko'p joylarga. Oho, o'qimagan joyim qolmaganda. Yoz keldi, meni pishiriqqa, salonchilikka, makiyaj qilishga, tirnoq qilishga, o'sha kashta tikishga, undan tashqari massajga ham o'qitishgan. Hamma narsaga, doktorchilikga ham o'qiganman. Suzish bo'yicha 2-o'rin olganman. Respublika bosqichida.